akalar, visitga tayyorgarlik jarayoni hozir avjida. Hozir ustakalarımizdan so'raymiz, ularning kayfiyati qanaqa, ya'ni nima fikr bildirishadi bu haqida. Qani boshlaymiz. Dilshod aka, shu turgan ishlar haqida bir og'iz yularganlar. Ilhom aka, bir og'iz fikr bildirsangiz, mana shu bugungi ishlar haqida. Hissiyotlar zo'r, kayfiyatlar ham a'lo darajada. Ertaga xudo xolasa mana visitkamizda kelishinglar mumkin, ko'rishinglar mumkin. Zo'r, akalar, mana Nosir aka bo'ladi. Glavniy ustamiz mana shu Nosir aka bo'ladi. Nosir aka, bir og'iz fikr visitga haqida. Kayfiyat, fikrlar. Ibrohim akamdan so'raymiz. Mayli, bu ustalar gapirmas ekan. Ibrohim aka, bir og'iz fikr bildirib olsangiz. Katta yangiliklar bor. Bugungi mikrofonni oling. Bugungi haqida. Kofe aparat keldi. Yangi. Kofe aparat akalar, Ko'ryapsizlarmi? Zo'ridan keldi. Mana robot moykani zo'rlari bor. Robot moyka yangilik keldi mana. Zo'r boshlanyapti, skidka narxlarda. Bugungi tadbirimizni eng glavniy insoni Mirzohid akamdan bir og'iz fikrlarni bilamiz. Mirzohid aka, bugungi tadbir haqida fikrlaringiz, kayfiyatingiz? Kayfiyatlar hamada a'lo, shiddat bilan ishlayapmiz. Xudo xolasa ertangi bo'ladigan kunda har bitta klientni ko'nglini olamiz. Bomba aksiyalarimiz, zo'r narsalarimiz bor. Kelinglar. Ayniqsa nimalarga? Shampunlarga Doktor aka, so'ytma apparatlarga qilib beramiz. Zo'r. Bugungi tadbirimizning eng seryozni insoni Abbosbek Hamidjonovdan bir og'iz. Hozir anaqamiz birinchi, ikkinchi pavilyon ekan, men o'ylagan 4 ta pavilyon bo'ladi deb. Birinchi kun shunaqa bo'ladi aka. Birinchi kun shunaqa bo'ladi, lekin biz mehnatimiz bunga yarasha bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Endi katta umidlarimiz. Assalomu alaykum, brat. O'rta Osiyo bo'yicha klientlarimizni, O'zbekiston bo'yicha klientlarimizni ko'paytira olamizga niyatdamiz.